4 kun oldin bir klientim menga Instagramdan yozib, ikkita o'g'illarini tug'ilgan kuni bir kundaligini aytib qoldilar. Birinchi marta ish boshlaganimda ham shu klientim menga siniy traktorlik tort zakaz bergandilar va bugun ham ko'rib turganlaringizdek shunaqangi katta to'rtburchak tortimizni ikki xil ko'rinishda qilib bezaymiz. Nachinkalarni ham klientimiz bilan kelishib oldik. Birinchi qavatini shokoladni, ikkinchi qavatini esa banan hamda malinadan foydalandim. Bu videoni olish menga anchagina qiyinchilik tug'dirdi, chunki har doim men bento tortlarni videoga olib, dumaloq tortlarni videoga olib o'rganib qolgan ekanman. To'rtburchak tortni birinchi marta tayyorlashini videoga olaman. O'shaning uchun ham salgina qiyinchilik tug'dirdi. Shu orada menga obuna bo'lib qo'ying, chunki har kuni storieslarimda bir-biridan asal bo'lgan tortlarni bezab, hammasini rasmlarini qo'yib boraman. Videoni boshida aytganimdek, tortimizni ikki xil rangga keltirib oldim va o'rtasidan bo'lish uchun shunaqangi nasatka yordamida gul chiqardim. Men uchun eng erinadigan narsalardan biri shunaqangi oq listdagi rasmlarni qirqib chiqish. 1 2 3 Klientim mendan shuni iltimos qildilarki, Ozoda, iltimos sizdan tortimizni bu safar erigan holatda tayyorlab bering deb. Chunki bilasizlar, men turetskiy biskit qilganim uchun tortlarimiz kamida 8 soat, 12 soat morozinlikda muzlashi kerak. Bo'lmasa ustidagi pokritiyasi o'zimiz xohlaganimizdek bir tekis bo'lib chiqmaydi. Bu gapimni isbotini videodan ham ko'rsanglar bo'ladi. Oldinlari tortlarimni 1 sutkalab ham muzlatganman, chunki yoz paytida o'zlaringiz bilasizlar, havolar qanchalik issiq bo'lishini tortlarimiz bardosh bera olmasligini. Hozir havolar salqinlashgani sababli sal kamroq muzlatdim. Agarda sizga ham shunaqangi sochni-mochni tortlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastda qoldirgan raqamlarimga telefon qilsanglar bo'ladi. Bu qiz faqat bento tortlar qiladimi degan klientlarim uchun shunaqangi katta tort zakazimni ham videoga olib chiqdim. Bunaqa katta tortlarni 2-3 kun oldin zakaz bilan tayyorlab beraman. Bento tortlarimizdan esa har kuni nalichida bo'ladi. Endi esa videoga like bosib keting. Bu men uchun motivatsiya bo'ladi.